21 qism. Nurjamal buningdan burunmi mening oldimda yig'lab baqqan. Tugab ketgan erini aslaganda, yurtida qolgan tuqqanlarini va ishkiridagi qizini seg'inganda, biri ishda qiyinchilikqa uchrab, damalliqqa hal qilishning chorasini topolmay, beshi qatqanda, birarsidan dili og'rib, ko'ngli yerim bo'lgandimi, yig'lab baqqan. U chog'larda ichim og'riydi. Onunga qo'shilib ko'nglim yerim bo'ladi. Bir amallarni qilib, bazlab yig'idan to'xtatishni va ko'nglini elishni istaydim. Lekin hozir shu qadar bezorlik his qildimki, uning bo'qildab, to'kilib yig'lashlariga qat'iy esdashlik qilolmadim. Butun bir kecha kayfsiz parang, naxush his tuyg'ular bilan to'limi tasda tong otdi. U aldirab tarinib yasinib, meni dachiga boradigan agilmi yo'l eg'izida mashinadan tushirib qo'ygandan keyin uyga kirib qinib uxlab ol. Men sal turib ballarni ishq buyurib etib, ondan tamoq ep kelaman. Oynigar tamoqxonasiga ketgan bo'lishi mumkin. Agar mangmagan bo'lsa, tunugun kechda nega borganimizni cho'qim so'raydi. Opangiz meni Kashif bozorning yanida tushirib qo'yib, ishim chiqib qoldi deb ketib qoldi. Men og'inamning uyiga ketgan. Kecha chiqart o'ynab hozir keldim. Apangizni ko'midim deb qo'y. Onunga o'zing javob berma. Deb qo'yib ketib qoldi. Shuningdan keyingi kunlar ba'zida Nurjamaldan o'zimni qochirib, Oynigarga yordamlashishni bahona qilib, qizining keyinda yurishlar bilan, yana ba'zida Oynigarga yolg'on so'zlab, eli u yerda, eli bu yerda onasi bilan ishqibozlik qilishlar bilan o'tishga boshladi. Yerim yilni tinchqini o'tkazish uchun men shunchalik tirishchanlik ko'rsatdimki, bu yerim yil jarayonida meni yenida ep qilish uchun Nurjamal shuncha tirishchanlik ko'rsatdi. Bara-bara ikki yilimizning ko'ngli bir-birimizga ayon bo'lib qoldi. U meni o'ziga tatib avar bo'lgan seri bezorliqim kun sayin eshib boradi. Men uningdan qochgan seri uning moyilligi aslab oshadi. Qizini ikkimizdan gumonlanib qolamo degan seri onasi haddidan eshib, hadisili qizini talog'i bo'yrib qo'yib, menga chaplashib, necha qitim tutilib qolganimni tas qoldik. Yurtdan kelib 3-iyiga qadam qo'yganda Nurjamalning yurtidagi tog'isining tugab ketganlik xabari keldi. U alman-talman tayyorlik qilib, yurtiga yo'lga chiqdi. Musibatlik ekanligiga qaramay, hamda tuqqanlarning qandoq o'ylab qilishi bilan hisoblashmay, menimi o'z bilan bilib berishga zo'rlab, bahli ching turib oldi. Amal yo'q. Restoran bilan tarmoq tamoqxonani tang boshqurdiganga Oynigar qoldi. Uning kaynidan kuchugidek so'kildab, yurtiga chiqib billa bordim. Uni buni deb yurib, Nurjamalning yurtida hafta 10 kun kashili bo'lib, yordamchilik salohiyati bilan tuqqandarchilik rasmiyatlarini to'liq ado qilishib berib, qaytib keldim. Kishining yurtida notanish o'ylarda o'tadigan vaqt cho'milidek ostin mangadigan o'xshaydi. O'z mahallamga yetmasimi, har holda meni erkin azodi his qildiradigan dachini seg'inib, aron kasam, Oynigar azaldan bo'p baxmagan g'alati bir xuyda o'ychan, jimg'ur, xiyolparas, yig'lang'i bo'lib qopti. Onasiga eslib bir hazo yig'lagan qiz menga tikilib qarab turib, mishildab xeyli uzun yig'ladi. Ko'ngli echilib qoladi deb erkilatib chaqchaqib qo'ydi. Lekin u pang'ada yig'lagan peti yugurgunicha hujrasiga kirib ketdi. Bu holdan Nurjamalmi, menmi hayron edik. Ona bolaning ishlariga ziyoda aralashib bo'lmaydi. Bari-bir qizining nimaga yig'lig'ini so'rash onasining ishi edi. Shunga ularni yolg'iz qoldirishni niyat qilib, oylinib kirish uchun sirtqa maqdim. Lekin Nurjamal qizining nima holda ekanligi bilan hisoblashmay, yana meni elib mehmonxonaga tushishning g'amida menga shuni puratdi. Nervam 40 kez o'rlab, diringada o'rnimdan turib ketibdiman. Ko'nlarning yoshdan qerisi yomon degani mushumidi ya? Acaba ayollarning hammasi uningda qeyrig'an seri ishqivas bo'lib ketandiganda. Yig'lab eqib ketgan qizining holini bir so'rasa boshda.
qo'yim tutib gapni qilmadi. U kayfiyatimni bilib qoldi bo'g'ay, meni orom elishga buyruq qo'yib, o'zi restoranga ketdi. Qarasam, uningmi kayfi buzildi. Qizig'i ko'ngil bo'lgidek hapsilsimi yo'qdek edi. U ketgandan keyin hujramning eshigini ichidan taqab, karavotga o'zimni tashlab jimmada yotdim. Shunchalik rohat, shunchalik ozoda, ajoyib erkin bir holda qinib nafas oldim. Ko'zimga uyqu elinishganda qilib edimikin, bir chaqda eshikchi keldi. Kim o? Dedim derhal o'ri bo'lib o'tirib. Uyda oynigar ikkimizdan boshqa odam qolmaganligini bilib turib so'ragan bu savolim ayol o'tmay o'zimni mazoq qildi. Men Eshikdan oynigarning yig'idan zillishib ketgan ovozi anglandi. Asta berib ishini ochdim. U qizargan, ishig'an, munglangan ko'zlarini menga tikib mo'ldirlab qarab turardi. "Nim bo'ldingiz? Yana yig'ladingizmi?" kirsam bo'lamdi. U savolimga savol bilan javob qaytarib, yana mo'ldirlab qarab turardi. Bo'ladi, kiring." Uni ishkirga boshlab kaynimga dojib turdim. U yeni qadamlari bilan hujramga kirib, boya men yotganda purlashgan kirlik ustida yengilgina o'ltirdi va ulug' kichiklanib ko'zlarimga xiyolchan qarab ketdi. "Nim bo'ldi sizga? Qachondan beri yig'lang'i bo'lib qoldingiz?" Uning qarashlaridan ham xijil bo'lib, ham ayminib shundoq so'radim. U Siz opam bilan yurtga ketgandan beri deginicha yana ko'zlariga g'allati yosh oldi. "Keldik-ku mana. Necha kun yolg'iz qolganga muncha bo'lib ketadigan qiz emas-chimi siz? Faqat yarashmaydi ekan." Bu gapimning uni qandoqlarcha yig'lab etib qolganini bilmadim. Uning kirpiklariga eslib qolgan yoshlar shu hamon taramlab to'kildi. Bu holdan ajablanib, nima qilarimni bilmay qoldim. "İlyas aka, boshqa ishingiz bo'lmasa, birdan paranglashaylik-ku." Men deriza tarafdagi o'rindiqni surib, karavot yeniga epkilib o'ltirdim va dedim: "Ma'qul. Nima to'g'riliq paranglashimiz?" "Siz to'g'riliq." Men to'g'riliq paranglashqudek nima ish bo'lsin deysiz?" Qizning gapni nadan boshlash xiyoli borligini bilolmay shundoq dedim. Uning tarafballa degan bu gapi meni hushyor bo'lishga undab turardi. "Albatta bor," dedi u sal jallanib. "Ailangiz, shaxsiy turmushingiz haqida so'zlab bering. Masalan, qiz do'stingiz bormi?" Boyili ko'nglimga soya tashlab o'tgan savol oxiri so'raldi. Uning men to'g'riliq paranglashqisi kelib qolgani albatta bu ishlag'imni qiziqadiganligini tushuntiradi. Shunga yoshirishni muvofiq ko'may o'dilli etdim. "Ba, yurtda." U javobimni anglab, qaytadan mung'landi. Ammo chandurg'usi kelmadimi, zo'rg'u kulimsiradi. "Ismi nima? Nima ish qildi? Sizlar qanday tanishgan? Yurvatqali qancha uzun bo'ldi?" Bir qator savollar yo'gam qog'ozdek olishib chiqaverdi. Boshdagiga berilgan javobim og'zimdan chiqmasda, ikkinchi, uchinchilari oldimga tizilib turardi. "Voy, dedim men kulib ketib. "Asli siz muxbir bo'lsangiz bo'pti-ekan. Savol deganni ammo so'rab qo'ydi ekansiz qatorlatib. Bir-birlab kelimiz deyman." U mu kuldi va "Budaqisni shunda qilay deb beringamiz-a?" dedi. Uning ismi Rizvongul. Tam qo'shnimizning qizi. Bolalikdagi ma'shuqim. Eng yaqin do'stim, ham to'liq o'tirg'ichi billa o'qigan savodishim. Biz billa o'ynab cho'ng bo'lgan. Hisobda esimizni bilgandan boshlab yuriyotimiz desam bo'ladi. Ish qilib, esimizni bilganimizdan boshlab
bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz. Qizning o'ni pastlab jimib ketdi. Nemishqidir kirpiklarida yana yavoyi yoshlar alanglab yuratdi. Endi navbat sizga keldi. Sizning yigitingiz bormi? So'radim men oradagi jimjitlikni bozish uchun. Hozircha yurgunim degili bo'lmas, lekin yaxshi ko'radigan odamim bor. U shundoq deb levini tishlagunicha anorning donasidek qizardi. Ha, mundoq dang. Sizmi cho'ng bo'psiz juma? Dedim qizni aqliq mehrim bilan erklatganda qilib xushal kayfiyatda. Siz yaxshi ko'radigan u yigit bekli talaylikkan. Chiroyli, aqlliq, qaysar ham tirishchan bir qizning muhabbatiga erishgandikin, haqiqatan tali basol ekan u. Agar u yigit siz bo'lib qolsangiz-chi, meni deb Rizvangildan voz kechalamsiz? Nima? Menma? Hayronliqim menimga tepdi. Bilasan gulim, mundaq farazlar bilan azaldan xo'shim yo'q edi. Agar deyman qo'y shu, mundaqla deb qo'ydim. U o'z gapidan xijil bo'lib, tuvan baxdi. Sal o'tgandan keyin mening o'ng'aysizlanib qolganimni sezdi bo'g'ay, zo'rug'i kulimsirab, sal jallanib. U qiz haqida so'zlab bering aka. To'liq o'tirg'ichi bildi o'qibsizlar. Nemishqa oliy maktabda siz bilan birga kelmay yurtingizda qoldi? deb so'rab qoldi. Bu dal yuragimni qonatadigan savol edi. Gulim, men necha yildan beri bu savolni o'zimdan to'la so'ragan. Har qaytim so'rganimda masalaning javobi xatolikning tugichi mendilla chiqadi. Shu chog'larda muhabbat qo'yig'i selib, beshingni aylantirmagan bo'lsam, o'g'inish qiladigan istiqboling uchun olg'a intiladigan zehningni so'ygib puritib yurib chechivatmagan bo'lsam, ishlarning oqibati hargizmi hozirgidek bo'lmagan bo'ladi. Bilaman, o'rinsiz farazning ahamiyati yo'q. Bo'lgan ishni har qancha pushaymon qilgan bilanmi, hatto o'lib bergan bilanmi asliga qaytarib bo'lmaydi. Biroq bu pushaymon ta hozirga qadar ish bag'rimni aramsiz qiynaydi. Rizvan. Shu holda o'ltirib, Oynigarga sen haqida so'zlab berdim. Mening nazarimda odam ichidan tangdosh tepilmog'idek go'zalliging, mijoz xulqing, ikki o'rni chechingni, bolaligimizdagi ishlarni, maktabdagi qiziqarli ishlarimizni, necha numrong kamlab qolganligi tufaylidan men bilan birga oliy maktabga kelanmaganingni, mangulik sadoqat bilan ko'yishganligimiz uchun meni kutib yurtimizda qolganingni, bu qitim seni deb maktabdan chekinganligimni, to'yga tayyorlik qilamiz deb yurgan kunlarda onasining berib meni yondirib kelganligini, ona bola ikkisiga yordamlashib tarmoq tamoqxonaning ishlarini sal yurishtirib bo'lganda ondan qaytib ketib sen bilan to'y qiladiganligimni, hammani uningga ba'zida pushaymon va echinish bilan, ba'zida xushalliq ham zo'q sho'x bilan so'zlab berdim. U gaplarimni zan qo'yib angladi. Bu jarayonda uning chiroyida aks etgan umidsizlik, havaslanish va rozimalik ifodalari meni gangirtib qo'yatdi. U gaplarimni tinsiz o'ldirib angladi. Gapimni tugatgandan keyin zuvon surmay jimmida o'ltirib ketdi. Uning chiroyiga sinchilab qaradim va biri obdan paranqib beribsam, nima xiyolga cho'kib ketdingiz? deb berganlarimni kino qilib ishlamayotgansiz, a? deb chaqchaq qildim. Voy aqay, dedi u yana villada qizirib. Ammo shu qizirish bilan tang yavoyi yoshlar mangzini bo'ylab domlab tushdi. Mana, qarang sizni. Yig'lig'ili aran turdi ekansiz. Mundaq yig'laversangiz, siz bilan paranglashmayman juma.
shundoq debla o'rnimdan turib sirtqa mangdim. Amaliyotda men uni yig'idan to'xtatish uchun shundoq qilgan. O'ylamagan yerdan qiz kaynimdan kelibla belimdan quchoqlab, yuziga gashgamni yiqib, buqildab yig'lab ketdi. Yo'q, chiqib ketmang. Birdam yenimda turing, ma'qulmi? Chiqib ketmang. Nima bo'layotganini sezgudek hoshim qolmadi. Put-qo'lim, aqlim, sezgularim tormuzilib, o'zimni havoda laylab qolgandek his qilyotdim. U kaynimdan quchoqlagan peti silkinib, o'ksib yig'laverdi. Xeyli uzun bo'lganda sal o'zimga kelib, uning qo'rsig'im ustida bir-biriga ching kirishib turgan qo'llarini asta ajratib, kaynimga burildim. 22 qism. Uning qo'rsig'im ustida bir-biriga ching kirishib turgan qo'llarini asta ajratib, kaynimga burildim. Aynigar, o'zingizni besib eling. Bo'ldi, yig'lamang, bo'lamdi. Azaldan mundaq emas edingiz. Maktabga bag'im yo'q degan gapingizdan keyin yig'lig'iningizda faqatlik ko'mabdi ekanman. Bugun sizga zodi nima bo'ldi? Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. O'zimni bilmayman. Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Aslida xushal edim. Sizni yaxshi ko'rib qolganimni bilganda, baxtli bir juftlardan bo'lib qolamiz deb o'ylabdikanman. Lekin arzongilingiz bor ekan. Men faqat chidamadim. Dang'at. Men endi qanday qilaman? Qanday qilsam bo'ladi? Qiz shundoq deb yana qaytadan to'kildi, ham bag'rimga tashlanib, shunchalik bak ezilib yig'lab ketdi. Tilim qalvolishib, aqlim ruhimdan ushdi. Uni mushu holda turg'izib berish yoki itirib etishim kerakligini bilmadim. Tinsiz, ifodasiz holda qizning yig'isini tinglab, sanavog'isiz tez ham kuchli so'qiyotgan yurak tevishiga quloq selib, joyimda turaverdim. Onunğa akı yolluk edim. Şu sebepten akılıq mehrim bilen amraqlıq qılatdım. Amma nöramda esilişip, yan pişimga taşınıp durgan qo'llarimni kötürüp, onun beşini silashqa, ko'z yeshini sürtishga va yoki shunchaki papilab qo'yishqimi roziliqim yo'q edi. U yig'laverib ichi siqildi. Bu siqilish esdashlik ustidan g'olib kelganda uni asta mo'risdan ittardim va ko'zlariga tikilib turib. Undaq qilmang Aynigar. Men degan sizning akangiz. Meni yaxshi ko'rsangiz bo'ladi. Lekin akam deb bilib yaxshi ko'rishingizni umid qilaman. Mening yaxshi ko'radigan, va'dalashib qo'ygan qizim bor. Sizni yaxshi ko'rmayman. Bu tarafini to'g'ri tushunishingiz kerak. Bo'lmasa bekodin yig'lab o'zingizni azoblab olasiz. Dedim. Agar hayotingizda u bo'lmagan bo'lsa, meni yaxshi ko'ramdingiz. U yig'idan qizargan ko'zlarini ko'zlarimga tikib shundoq so'radi. Kichik bola siz. Dedim pusuq qudib kulib selib. Agar hayotimda u bo'lmagan bo'lsa, yana boshqa bir qiz bo'lishi tamoman mumkin-ku. U chaqda yana sizni singlimning o'rnida ko'ratdim. Xuddi hozirgidek. Bu gapimni anglagan qiz qo'lining kayni bilan og'zini to'sib, teximi qattiq yig'ladi. Va meni zarb bilan itirib etib, eshik tarafga yugurdi. Men kaynimga burilib, u ketgan tarafga qaradim. Necha qadam mangan qiz eshik oldida bizga qarab qetib turgan, chiroyi tatirib, qon didori qolmagan, ko'zlaridan g'azab qaynab turgan onasini ko'rib, qadamida to'xtadi. Shu an yuragim qarttada qilib, qonimga kaplashib qolgandek bo'ldi. Qiz yana yig'isini yig'lagan peti onasini yandab o'tib, ushqandek yugurganicha o'jarsiga kirib, ishini gum qilib atdi.
uning buqildab yig'lagan ovozi tam to'rislardan aks sada qaytirib turadi. Nurjamol joyidan qimir qilmadi. Chiroydagi tushuniksiz ifodadan nima o'ylayotganligini belgilab bo'lmaydi. Endi bo'ldimi? Dedim men uningga maqta qadilib, miyiqimni ko'rib. Mahallamda tinchqina singan nenimni yeb, to'yimni qig'ili qo'ymay, zo'rlab turib yondirib kelasiz. Endi xush bo'ldingizmi? Mushundaq bo'lishni xohlaganmidingiz? Endi u yurtimga ketsam bo'la? Shularni deb bo'lib, karvatning bir bulung'ida tashilib turgan chapinimni qo'limga elib, aynigarga o'xshashla uni yondab o'tib, salmoq qadamlar bilan dachidan chiqib ketdim. Dachi darvozasidan chiqayotganimda qushdek yengillab, yelkamni besib turgan barcha majburlik va besim allaqayoqlarga turib yo'qolgan edi. Pamimcha ishlar bu darajaga yetganda Nurjamol meni yana yenida ep qolmaydi. Agar davomliq yanada ep qilishni o'ylasa, u chaqda qizi bilan bir maydon to'qinishliq ziddiyat yuz beradi. Menimcha, Nurjamoldek kallasi o'tkir bir ayol mundaq ishda hargizmi burnining uchini ko'rib, dunyolikdagi bir talla qizi bilan adovatlashib yurmaydi. Shu kuni yarim kechagacha shahar ko'chalarida piyoda aylanib yurdim. Sana desam gulum, yolg'iz va piyoda yo'l yurish hech qachon shu kundagidek rohat baxsh etib boqqan emas. Erkinlik chiqqandek bu xil tuyg'u men uchun pat arada sening yeningga qaytib boradiganligimdan derak beradi. Necha soatning oldida Aynigarning meni quchoqlab yig'ilishdan bearam bo'lgan bo'lsam, mana hozir uningga g'oyibona rahmat aytib o'tdim. Soat 1:30 bo'lganda balbag'imdagi chaqirg'u 2 qatim sayrab to'xtadi. Qarasam, dachidagi telefonning nomeri. Aynigar bo'lishi notayin. Nurjamol chaqirgan bo'lishi aniq. Bu kechida bir yerdan ommaviy telefon tepib, uningga telefon qaytarishning o'zimi bir gap. Chaqirg'ini qaypiga silib etib, yo'limni davom qildim. Ayol o'tmay yana bir qaytim, saldan keyin yana bir qaytim. Chaqirg'u ko'zimga sat ko'rinib, arqa-arqadan sayrab. Qarasam, shaharning chetiga chiqib qolib turibdiman. Kira qilgudek mashina turmoq, odamlarning oyog'i uzilibdi. To'xtagan yerimdilla kaynimga yenib, kelgan yo'limdan qaytdim. Baribir o'zimni qochirganim bilan masala hal bo'lmaydi. Cho'qim so'zlashib, bir yoqlik qilish kerak. Ketadiganim aniq bo'lsa-mu, 100 turani xo'shlashishga majburmiz. Albatta, bu mezgilda ularning menga qilgan g'amxo'rligiga rahmat aytishimmi odamgarchilik yo'li edi. Tang so'zlashga boshlaganda restoranning oldiga keldim. Bolalar ishlarni boshlab bo'lgan bo'lsa kerak, qarasam, chiroq yeniqliq turibdi. Ishni itirsam, ichidan taqoq ekan. Qelim pardalar o'rab turgan aynak ishni kuchab urdim. Xeyli uzundan keyin bir aylan chiqib, ichi tarafdan aynak yuzni yiqib, menga sinchilab qaradi. Ondan meni tonidi bo'g'ay, darhol ishni ochdi. Bolalarga yordamlashgach, Nurjamolni mush yerda saqlash qaroriga keldim. Ishlarni bir qator tugatib bo'lib, nashta qilib olsak, yana chaqirg'u sayrab ketdi. Odatda Nurjamol o'ltirdigan hisobot qilish o'rniga berib, dachiga telefon berdim. Sen nerede? Bir ig'iz tinchlikmi so'ramayla, nadaligimni so'radi u. Restoranda-ku. Nomerga qaramadingizmi? Ha, nomerga diqqat qilmay elaveribdiman. Dedi u ondan daqiqa turib olib, jiddiylik davomlashtirdi. Qara İlyas, paranglashishimiz kerak. Obdanroq paranglashmasak bo'lmaydi. Ma'qul. Menmo shuni o'ylayotgan. Ko'rishadigan o'rinni deyishib olib, telefonni qo'ydim. Ondan bolalar bilan xo'shlashib, manzilga qarab yurib ketdim. Yo'l bo'yi uningga nimalarni deyish,
yana bir amallarni qilib meni yenida ep qilishning cho'tini so'qib qolsa qandoq taqobil turish deganlar ustida o'ylanib har ehtimolga qarshi deydigan gaplarimni bir boshdan ko'nglimdan o'tkazib chiqdim. Nurjamol bir kechada chiroyi sarg'ayib, ko'zlari o'ltirishib, uzun yil dard tatgan oshiqdek solishib ketibdi. Odatda grimsiz sirqi chiqmaydigan, tashqi qiyofatiga ziyoda ahamiyat beradigan, kiyinish, yurish turishlarga bekli diqqat qiladigan u hozir kira olg'udi yuyilib, oftobga selinib, o'ngib ketgandek ko'rimsiz bo'lib qolgan edi. Odatda grim va qimmat baholiq kiyimlar bilan yurganiga qaraganda, hozirgi turqi uni o'z yeshidan xeyli cho'ng ko'rsatib, navri ko'rgan cho'ng yoshliq ayollarga o'xshab qolgan edi. Biz mashina ichida paranglashdik. U mashinani yo'lning chetida to'xtatib, eg'ir o'xsing'inicha xeyli uzungacha jimmida o'ltirib ketdi. Menmo u eg'iz echishdan burun bu jimjitlikni bozishni xohlamadim. Bir yoqdan kechadagi uyqusizlik o'zini ko'rsatib. Qanday qilay deysan? Dedi u bir chog'da o'ltirishib ketgan nursiz ko'zlarini menga tikib. Yurtga ketaman. Ahvolni sizma bildingiz. Endi bu yerda turaverishimning, keyingi 3 oyda sizga hamroh bo'laman deyishimning hech qanday qarshi qolmadi. Shu kuni oynigarga degan gaplaring rostmi? Uni faqat yaxshi ko'rmamsan? Uning savolidan quyuqi sochlarim tik turib ketdi. Menga ishonmaydi ekansizda, dedim men ixtiyorsiz ochiqlanib. Siz bilan tanishgan chog'dami Rizvonni yaxshi ko'ratdim. Ta hozirgacha izchil shuni yaxshi ko'rib keldim. Buningdan keyinmi faqat Rizvonni yaxshi ko'raman. Oradagi barliq ishlarni bilasiz. Mening Rizvondan boshqa birsiga ko'ngil berishim mumkin emas. Ajiba meni qilchilik yaxshi ko'rib boqmadingmi? Kichik boladek gap so'ramasangiz qandoq? Bir ko'ngilga ikki odam siqqani nadi bor? Siz meni tushunmaydigan, ko'nglimdagini bilmaydigan yada emas-ku. Bularni davatqinimda uning ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kildi. U ko'zini ching'ida yumib, o'rindiqning yo'lanchikiga o'zini tashladi. Shu tarzda yana jimib ketishdi. Uning yanfuni tarangshib saydigandala erinchaklik bilan ko'zini echib, kichik zerakning tashqi ekranida parqirab turgan telefon nomeriga qarab o'ltirib ketdi. U dachidagi telefonning nomeri edi. Yanfon sayrashdan to'xtadi. Nurjamol yanfonni somkasiga selib etgandan keyin Oynigar menga oqshomdan beri yolvordi. Ilyos akamni ep qiling. O yurtga ketsa, men tugishib ketaman. Uni ko'rib turmasam, sarang bo'lib qolaman deb bakli yig'ilib ketdi. Bir turib ichim og'riydi. Mundaq bo'lishni bilgan bo'lsam, nima qilsam qilib uni harmonga yo'liq solatdi. Undimadim. Nimami deyalaydim. Yurtingga ketmasam, boshqacharoq amal qilsak bo'lmasmi? Siz yana nima qilmoqchi? Meni majburlab qancha uzun tutib tura olaysiz? O'ylab baqdingizmi? Men baribir qaytib ketishim kerak. Hozir bo'lsin, keyin bo'lsin, baribir to'y qilishim kerak. Shuni unutib qolmang. Menga sizdanmi ehtiyojli bir qiz, sizdan necha hassa ojiz, bechora bir qiz meni to'rt ko'z bilan kutyotdi. Men uni deb bo'lsam qaytib ketishim kerak. Endi meni tutib olmang. O'tinib qolay. Rizvon ishkimizni murodimizga yetkilib qo'ying. Bu yillarda menga g'amxo'rlik qilganingizga, yordamingizga, hech ishda bo'yin qistirmaganingizga rahmat. Ammo hech qaysimiz inkor qila olmaymiz. Men bu yurtga tava odam emas. Yurtimga, Rizvonning yiniga ketmasam qat'iy bo'lmaydi. Hech nimadan boshqa bu yerda davomli turaversam, Oynigar qandoqdir bir ishlarni terib qo'ydigandeklar. Unda qilinmaydi. Siz qandoq bilasiz? U degan sizning qizingiz. Siz qilishdan yanmagan ishlardan o'yinib qolama? Nurjamol mashina ro'liga esilib, o'ngrab yig'laverdi. Uning yig'isiga quloq selib, jimmada o'ltirdim. Bazlamadim. Tasalli bermadim. Toki u yig'lab, qiynab to'xtag'icha shu holda o'tiraverdim.
Bir çağda u beshini ko'tarib, nima deganini belgilab bo'lmag'idek darajada putib ketgan ovozi bilan bo'shqin dedi. Ma'qul. 2 kungacha bu yerdagi ishlarimni to'kdi. O'yginlikka o'zim ep chiqib yo'lga sep qo'yay. Biroq esingda bo'lsin. Men to'yimga boraman. Ondan keyinmi izdab boraman. Siz ochiqda tilim qalib olishib, og'zimga gap kelmay qo'ydi. O'ylab baxsam, uning bunchalik demikimi osonga to'xtamagan ekan. Yurtqa meni vaqtcha yo'lga sep qo'ydigan bo'g'inini g'animat bilib, nima desa ma'qul deb turg'unim afzalkan. Shunga paylimdan yenib, uningga qarab tabassum qildim. Shunda qilib, tug'ilib o'sgan, sen bilan billa o'ynab cho'ng bo'lgan so'yimlik mahallamga ketadigan bo'ldim. Bu uy, bu qarordan ajoyib rohat his qildimki, tamam g'amlarim unutilib, qaytadan tug'ilgandek bo'lib qoldim. Shu kuni kechda yurtga ketadiganligimni restorandagi bolalarga aytdim. Ular meni uzitib qo'yishni maslahat qilishib, uni mig'inimga qo'ymay, so'rin tuzib, xo'shlashish ziyofati berishdan ko'yga tushishdi. Buni anglagan Nurjamol, sirtqa chiqib pul xashlab yurmanglar. Hamma narsa o'zimizdan chiqqandan keyin tamoqlarni o'lash-cho'lash tayyorlabla, mush yerda o'ltiringlar, deb qoldi. Uning bu tuyuqsiz iltifotidan boshqalar hayron edi. Biroq sababini ayol o'tmayli bildi. Yigitlar qo'rimi tayyorlash uchun oshxonaga kirib ketganda, u tamoq yeb, bolalar bilan xo'jishib bo'lgandan keyin menga telefon qil. Mehmonxonadan yotoq zakaz qilib seni saqlab turay. Oxirgi 2 kechani birga o'tkazaylik. Yigirmi 3-chi qism. Tamoq yeb, bolalar bilan xo'jishib bo'lgandan keyin menga telefon qil. Mehmonxonadan yotoq zakaz qilib seni saqlab turay. Oxirgi 2 kechani birga o'tkazaylik, deb qoldi. Buningmi ma'qul? Ish qilib, o'g'illikka men yo'lga chiqadigan chaqcha bira chatoq chiqib qolmaydigan, ya Nurjamol, ya qizi ketmaysan deb chaplashib olmaydiganlar bo'lsa, eshak etib meniman desimi, yo'q demaydim. O'ltirish soat 11 dan oshgacha davom qildi. Orada chaqirib bir necha qitim sayradi. Hech kimga ko'rsatmay, ostog'ini qarasam, yana shu Nurjamol. Ondan dachadagi nomerdimmi chaqirg'i keldi. Ularga parvo qilmay o'ltirishimizni davomlashtirib, og'inilar birsininkini issam, yana birsi zo'rlab degandek xeyli ichib yetib qoldim. Odatda ancha ichib ketmagandan keyin mushundaq chog'da bek tutamdi, ish qilib, o'ptalla tanishilib qolganimni tuyib turatdim. Kimlarningdir? Ketma, mush yerda qo'nib qala bo'ldi. Bira oqshom gung'ur-mung'ur yetib qolali, ha? Deyishkinini. Yana kimlarningdir? Bu ketmasa, xonachimiz ansirab qoladi. To'g'ri deysan. deb kulishganlarni g'uva anglab turaman. Bir chaqda intayin tonishli bir atir puruqi burnimga urilib, nozik bir jup qo'l belimdan tutib yo'lashtirib mangandaq qildi. Deganda laylab ketib joyimda turolmayotganim. Atrofdagi varang churunglarni, kimlarningdir tillashib, qattiq varqirashganini, ovozlar ichida bir ayolning qo'liqim tövdaliq qattiq varqirab, kimlargadir buyruq qilayotganini g'uva sezib turaman. Bilishga urinsam, u Nurjamol emas. Nurjamolning ovozi undaq siliq, zil emas. Bilikimni tutgan bu nozik, inchga, qammallisa og'irtib to'xtaydigan o'riq qo'llarmi uning emas. So'rlib meng'otatdim. Qaysidir bir eshikdan chiqib, ochiq sovuq yuzlarimga vashshida urilgandan keyin sal sagagandek bo'ldim.
Мәслігім азырақ ешілгендекмі қалды. Ені şu nazuk орық қолның игісі белекімден құдды алалмай қалған өчі бадек чың қысып тартқышлап еп кетіп ататты. Немеләні дұры сорғын ба? Тілім кепке келмейді. Мені сөреп маңғычының чырайғы қарығым. Кімлігіні белгім ба? Лекен о алтыда мән кейнеді. Оның қадамларға етішенмей пұтлышып, зорықып, мүдіріп дегідек кетіп атымын. Nəge berişimizni bilmeymen. Sorğudek aň teximi yok. İçi qan sıxmay pıraydıgan bir maşinaga çıkarıldım. Yenimdeki zil avazlık kolunu pulanlatıp bir yerinin ismini debidi, maşina qopal qozgulup yürüp ketdi. Maşinanın silkinip, tavrinip meňişige ägişip, közüm yumulup ketip atatdy. Turuňa, hay. Nemança eğirsiz. Yölisem tek turamaydı ekansiz. Turun deyman. İçine gözünüzni. Geplerinin ahırını şümdekidek es kıldım. Acayip tatlıq, şunçilik rahat bir tuyguda uykuğa gərq boldum go deyman. Köynükümnün aldı tərpidin qoynumga kirgen muzdak qardan əndikip közümni açdım. Qarның soğuqı bütün bədenimge tarıp soğuq bir iqim tapınımgıca yetip badı. Bu şəhərinin muşu pəsildimi yüz xatırı qılmay yığıp qoyduğan qarları acayip öşligimni keltirdi. Ət yazğa, küzleri küzge oxşumaydı. Yeleli külüp turgan bolsa bir demdala purqurtip qar çaçıdı. Soğuqları andın yaman. Çapınımның yaqısından tartqışlap, meni ornumdan turğuzuşqa ornuvatqan yenimdekisi bir ayal kişi edi. Bir qarsam saňym oxşap turatdy. Yeni bir qarsam emasdik. Hay! Turun deyman. İçine gözünüzni. Toňlap, titrep ketip atatdım. Yenimdekining yo'lishi bilan tasdikda o'rnimdan turdim-yu, beşim qiyip yıqılgılı tasla qaldım. Yenimdekisi quchaqlaplı yölüp ağındak qaldı. Ondan bir işitin kirdim. Uyanğı üssüp, buyanğı sürkülüp, putlaşıp qopup, qaysidir palambaylardan chiqdim. Uy ichidagi koridordagi jahozlar midirab, laylab, havoda uchib yuramdi, ish qilib. Yenimdekisi meni yo'lab kirib, yumshaq karavatga serildirib yatqazdi. Özümni azada qo'yib etib yatgan chog'dagi rohatni til bilan tasvirlagisiz edi. Ko'zlarim yana yumilib ketib-atdi. Avval chapinim, ondan oyog'im saldirilib, putlarim karavat ustiga elindi. Paypaslab yurib, o'l-lo'nga akrib, yuzlarimni surtdimikin, issiq, yumshaq bir narsa yuzlarim ustida surkilib yurib, g'idig'imni keltirdi. Ko'zimni ochqudek holib yo'q edi. Uyqumni mayliga qo'ymay, deb bilishivaginiga ochchig'im kelib, shu narsani tutib olgan qo'l bilan qo'shibla yonga ittirib etdim. İlyas aka. Qo'liqimning ichida oynagarningmi, seningmi va yoki restorandagi xon qiz Fatigulningmi ish qilib tonishli ovoz anglanib turadi. Nimalarni davatqanini anqirolmay tursam, issiq, o'riq bir tan ustimga tashlandi. İlyas aka. Sizni yaxshi ko'raman. Sizni bakli yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Yuzimga, eg'iz burnimga urilib turgan issiq tiniq, tonish atri edi tuyg'ularimga hujum qilmoqda. Meni bor kuchi bilan o'ziga tatmoqda edi. Ustimdagining kimligini bilish uchun kuchinib ketdim. Ko'zimni echish, uyqu ustidan g'olib kelishga urinib, beshimni silkib, ko'zlarimni ching'ida chimchiqlatib, qayta ochdim. Senmi bu gulim? Sen meni ko'gili keldingmi? Yoki men sening yoningga qaytib keldimmi? Yo'q. Bu sen emaskansan. Bu qiz sana o'xshamaydi. Sen mundaq qirim qilmaysan. Meni aka debmi chaqirmaysan? Çaşların dolqunsimon budra emas. Ishki o'rib,
chiroyli lent ichiga olasan. O't o'g'ish tutgan, liqqida o't to'shqizilgan tag'arlarni yutib, sivat ko'tirib yurib, samanchilab, uyingdagi xeyli ig'ir ishlarni qilib, bilinmas qadoq bo'lgan, terisi sal yiriklashgan qo'llaring bugun shunchalik yumshoq, nozik, avrishim. Yo'q, gulim. Bu sen emas. Sen ya atirchashmisan? Bu kim o? Zodi kim o bu? Üstümdekisi ig'ir tinib pushildab, ayajonli qasirg'inicha meni asabiylach suyib ketdi. Es qilsam, bu Nurjamol emas. Uning qandoq suydig'ini menga 5 qo'ldek ayon. Şuna tonish atri hidi tartibotgan buning azaldan bir kim bilan suyishib baxmagan biri ekanligida gap yo'q. Demak, bu senmi emas. Bara yeshilishga boshlagan mastlikning iskanjidan qutulish uchun xeyli tirkashdim. Va ustimdikini irg'itib, yong'u tushirib etib, kuchab o'r bo'lib o'ltirdim. Kallamni qayta silkib, qachdimga bir necha shaplaq urib, o'zimni sakitdim. Uy ichi xeyli issiq edi. Soğuq havo kirsa, sal foydasi bo'larmi degan o'y bilan sal-pal laylab tugudak berib, pardalarni qayirib, derizlarni ulug' ichib etdim. G'urrida kirgan muzdek shamol yuzlarimni, maydamni siypab o'tib, jinimga rohat ato qildi. Shu hamon sal sagigandek bo'lib, uyqummi, kallammi obdalla echilib qoldi. Shamolga o'zimni tutqunimcha g'o'limni kerib, kaynimga burildim. Karavatimda budra chashliq Oynigar yig'lab o'tiradi. Qisqali necha daqiqa boyqa tuyg'ularimni qayta bir asildim. Andin to'limi qo'rqinchli bir ishning yuz berishga ozliq qolganligini, agar maslikda xudimni bilmay yetivergan bo'lsam, nima ishlarning bo'lib ketishini faraz qilib bo'lmaydiganligini o'ylab yetib cho'chib ketdim. Maslik paslik deb Nurjamol bilan tunji qaytim bilib bo'lib qolganimdimi mas edim. Shu chog'dami uni sen deb qiyos qilib qolgan ekanman. Bu qaytim Oynigar bilan tang ozg'ishib ketgili tas qolgandimi yanada mas. Yaxshi yeri sen bilan uni ayrig'idek o'sh kallab borgan har holda. İlyas aka, sizni haqiqatan bakli yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Oynigara shundoq deb o'mchib, to'kilib yig'lab ketdi. Qandoq qilib beray? Ha? Meni yaxshi ko'rsangiz qandoq qilib berdikanman? Ana bola ishqinglar nimandoq tarchiqda odam qistig'ila amroq. Opangiz restoranni boshqarishib va tarmoq tamoqxonani yurishtirib bersan deb turib bilib, to'yimni qig'ili qo'ymay, bu yonga yondirib kelsin. Siz yaxshi ko'raman deb choplashib eling. Men sizlarga sada nima qilib bersam bo'ladi? Yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, bu mu hayotning yarışıqi. Odamni yaxshi ko'rish huquqi bor. Lekin mening kimni yaxshi ko'rishim o'zimning ishi. Tushundingizmi? Men faqat Rizvonni yaxshi ko'raman. Sizning muhabbatingizni qabul qilolmayman. Esdoshlik yuzidan bo'lsa-mu, bir mazgil oqsingildek o'tganimizning yuzni qilib bo'lsa-mu, sizga qo'pol tegmasam bo'ladi. Lekin siz beka oshirib etdingiz. Masligimdan foydalanib, xatolashtirmoqchi bo'lganingiz beklab paskashlik bu. Bilmatamsiz. Yuzi ichilmagan bir qiz nadimi sizdek o'g'il bolaning karvatiga yana kelib ustiga chiqib olib, o'zini surkab yuriydi. Amsa Rizvanjon. Oynigar dahshatlik chirqirab das o'rnidan turdi. Uning bilan birga yetib ekansiz-ku. Shu tufayli oladigan bo'lib qopsiz-ku. Umu to'y qilmay turib sizga o'zini tutqizib qo'yibdi ekan. Kedanga tushganligi uchun qaytib berib uning bilan to'y qilmoqchi bo'lsiz. Kallam vingildab ketdi. Men azaldan bu ishlar to'g'riliq uningga hech nima deb baxmagan. Ona bola ikkisining undaq uyatliq ishlar haqida so'zlashib yurishi mumkin emas. Bu qandoq bilgandi? Achchig'imda etilib beribla uning bilikini qamollab tutib, g'azab bilan yuziga yaqin keldim. Kimdan angladingiz? Nereden bildiniz? Bilsem bo'lmadi.
Undaq axloqliq, undaq hayoliq, undaq yaxshi ko'raman, undaq kuyishimiz deb ketayotgan esil sevgilingizning o ishlarni men bilib qolsam bo'lmamdi. Qiz yaqmay, qilchi qo'rinmay gap yondirib Bu ishlarni qandoq bildingiz deyman? Apingiz deydimi? Dedim, uni chaynab purkib etadigan alpozda guliyib. Apam demedi. Apam bana undaq gaplarni demaydi. Tiqib qo'ygan xatlaringizdan bildim. Uning sizga yozgan xatlaridan. Xat? Nima xat? Qiz qo'limdan yo'lqinib bo'shinib, ochiq bilan taraqshib dasab koridorga chiqib ketdi. Uni savolimga javob bermayli sirtqa chiqib ketadigan o'xshaydi deb o'ylab, keynidan billa chiqdim. U odul hujrasiga kirib, kiyim ishkabini ochdi va ko'p axtirmayla bir tutam konvertni elib maydamga atdi. Uning qo'lidan ushgan konvertlar maydamga usib, andin yerga chechildi. Mana elinga. Mush xatlar shu. Tiqib qo'ygan yerimda yo'qtirdi deb pek izlab ketgansiz haqiqatan. Men shu qizning salom xatlarini akilib mushu yerga tiqib qo'yganingizdan qaraganda bizning oyni bekli o'zgardi ekansiz bo'lmasa. U g'azab bilan so'zlagash jaloqlab titraydi. Zarb bilan surtib ulgursa, ko'z yoshlari monchaqdek to'kilib ulguradi. Uning yavitidigandek ochiq bilan tishlarini g'o'chirlatib turishlariga qarag'ash, oyog'im ostida chechilib yotgan konvertlarni terib oldim. Sening pochirkang. Xat salg'uvchining sening ismingga yozilgani suyimlik mahallamning adresi. Xat topshirib oladigan adres restoranning. Lekin men azaldan bu xatlarni topshirib olmagan tursam. Konvertdan bir nechining eg'izini yirtib, xatni o'qimayla odulliq chislaga qarab chiqdim. Xatlarning hammasi men restoranga kelib ishlagan vaqtlarda yozilgan bo'lib, chisla faqat bir necha kundan farq qiladi. Hammasida sening pochirkang, sening imzoying bor bo'lib, sen ayni chaqda menga yozgan, lekin men topshirib olmagan, aksicha sendan ranjib, menga xat yozmading deb qiydab kutib yurgan xatlar edi. Hayronlikdan beshim parrata qaydi. Ochiqdan tishlarim kirishib ketdi. Qo'lashmayotgan qo'llarim bilan tasdiqli xatlarni echib o'qidim. Yigirma 4-qism. Qo'lashmayotgan qo'llarim bilan tasdiqli xatlarni echib o'qidim. Ah, gul. Mening rizvonim. Uyingdagilarning seni majburlab boshqa biriga yotib qilib etmoqchi ekanligini, tezdan qaytib berib seni qutuldirib olishimni, mendan boshqa hech kim bilan to'y qilishga roziliging yo'qligini yezib ekansan bu xatlarda. Nimishqa men turayotgan joyning adresiga qartib yozgan turuqliq, men bu xatlarni topshirib olmadim. Endi hamma ishlar o'tib ketganda bular na'dan paydo bo'ldi? Darg'azabga kelib, yana oynigarga etildim. Dana, bularni na'dan topdingiz? Qayerdan topdingiz? Tiqib qo'ygan yeringiz esingizda yo'qmidi? Cho'ngzaldagi rasm ramkasining kaynidan topdim. Qo'yma aptiyaga yo'shirib ekansiz bo'lmasa. Afsus. Yana qo'limga tushib qoldi. Cho'ngzaldagi rasm ramkasining kaynidan hech kimning esiga kelmaydigan, bir narsa bor deb xiyol qilib bo'lmaydigan joy. Bu xatlar na'dan, qandoq bo'lib shu ramkaning kayinda bo'lib qoldi? Nurjamol. To'g'ri. Dal shu. Menga kelgan xatlarni udulliq shu yerga tiqib qo'ygan gap. Konvertlarning ba'zilarining eg'izi ichilgan, yana ba'zilari pechti bilan. Qaraganda u boshqa kelgan 10 necha parcha xatni echib o'qigan. Keyingilarning nima mazmunda yozilganligiga ancha qiziqmagan bo'lsa kerak. Ashuncha vala ishlaringizni mendan yo'shirib, to'y qilmay turib jahonga tetig'dek rasvolashib yurib,
Yığı içim kuyup çidimiganda şundaqla quchoqlab so'yib qo'ysam, birdamda sizga surkilib pastkash qilgan qatag'a o'tib qaptiman. Bo'pti. Axloqsizmi bo'lay? Pastkashmi bo'lay? Ish qilib men bo'lsam sizni yaxshi ko'rgashga bo'ldim. Qiz qaytadan to'kildi. Qo'llari bilan yuzini etib, buqildab yig'lab ketdi. Boshqa ahvolda yig'lagan bo'lsa, balkim tasalli berar, ko'nglini yasab qo'yar edim. Lekin shu chaqda uningga tasalli bergimmi, chiroyiga qarag'immi kelmadi. Ikkimizning o'tirsidagi ishlar muhabbat sababidan bir-birimizga chidamay yuz berib qolgan. Gerçi shunchavala echinishliq fojialar kelib chiqqan bo'lsa-mu, men butun kuchim, barliq tirishchanligim bilan bularning o'rnini to'ldirmoqchi. Seni baxtli qilmoqchi. Lekin bular onasi bir yoqda meni iskanjiga elib ketgilib qo'ymasligining qazonini assa, qizi bir yoqda yaxshi ko'rishni bahona qilib, shaxsiyatimga aralashib, ezitqu ko'chasiga boshlab, maqsadi amalga oshmasa, seni va meni tanlab haqoratlab yursa, jahonda mushundaqmi sharmanda ona bola bo'lamdi. Qurib ketsin bularning yaxshi ko'rishlari. Xatlarni chingada tutgan peti zaldagi telefonga qarab maqdim. Lekin necha qadam mengibla Nurjamolga telefon qilib, ishlarning tafsilotini so'rash, uningdan dardim chiqishi hisob elish niyatimdan yondim. Bo'ladigan ish bo'lib bo'lganda uning tushuntirishlarini o'zninkini yo'lliq qilish qo'yda to'xtamay valaqshishlarni anglab turganning nima foydasi? Joyimdilla kaynimga yenib o'jiramga kirdim va xatlarni karvatga qo'yib, shkaf ichidan chamadonimni elib, ozroq kiyim-kechaklarim, bu yerda qolib qolgan kitoblarim, boshqa lozimatlarimni purlabla tiqib, ustiga sening xatlaringni selib, chamadonning eg'isini atdim. Ondan chapinimni kiyib, chamadonni ko'tarib sirtqa maqdim. Mushu uydan chiqib ketadigan, sening yiningga berib olib, mangu qaytib kelmaydigan ish bo'lsa, shu la'nati xotinning chiroyini ko'may, zuvonini anglamay debla o'ylaydim. Necha qadam mengishimga oynigar yugurib kelib, belikimga esildi va İlyas aka, nega borasiz? Nima qilganingiz bu? Meni kechiring bo'lamni. Bizni tashlab ketmang, dedim aka. O'tinib qolay, bizni tashlab ketmang. Mendan o'tdi. Meni kechiring. Asli sizga undaq gap qilmasam bo'ladi. Lekin shu o'tinay. Ketmang. Hay, to'xtab turing deyman. Degenicha meni ep qilishga urinib, mang'ili qo'ymay kaynimga ishtirib, iz bisib tang mangdi. Yo'limni to'smang Oynigar. Sizga qo'pollik qilgim yo'q. Shuni ner turib. Sizni ketkizmayman. Ketsangiz bo'lmaydi. Kechirim so'rasam bo'lmamda. O'tinib qolay. Bizni bundoq tashlab etmang. O'tinib qolay. Sizdan o'tinib qolay. U shundaq deb yig'lig'inicha yana meni quchoqlab oldi. Shu an uningga bo'lgan hesdashligim nafratga aylanib, uning titrab oran turgan badanini g'azab bilan itirib etib, ishini nishonlab mangdim. Shu itirishim bilan u paloqqida yiqilib, joyida yig'lab qoldi. Men xuddi qanot chiqarib ushqandek, qapazdagi to'shqanni kang tabiatga qo'yayotgandek, usab chanqagan kishi suzuk suv eqib turgan daryoga ulashgandek shunchalik ruhliq va xushallik bilan dachidan chiqib ketdim. Yerim kechib bo'lgan edi. Piyoda ketyapman. Yo'llarda onda-sanda o'tishib turgan mashinalardan boshqa qatnash vositalarimi ko'rinmaydi. Bir chaqda chapinimning yanchug'idagi chaqirg'u tititlab sayrab to'xtadi. Shu chaqdala yenimda mundaqmi narsa borligi esimga kelib, uni yanchug'imdan elib, kelgan uchurni echib qaradim. Bir talay uchur. Hammasi Nurjamol. Erinmay, terikmaymi uribdi chaqirg'i deganni. Bir qitimmi telefon qaytarmaganimga qanchalik jidi bo'lib ketgandi, ha?
Xo'p bo'ldi. U ichi qo'tir, maras xotin. Bo'lsa ochiq yutib, meni saqlayotgan mehmonxonada o'lgan bo'lsang, haqlar jasdingni bayqaganda men allaqachon yurtimga ketib bo'lgan bo'lsam. Boshqalarni qarg'ash bo'libmi o'limini tilashning yaxshi ish emasligini bilardim. Biroq shu chog'dagi ochchig'imda u yenimda bo'p qolsa-mu necha qachat urib yetar bo'g'aydim ekan. Ishqilib, uning bo'lgan ochchig'imni besib olay deb shuncha tirishgan bo'lsam-mu qilolmay o'tdim. Shuning dastidan nima kunlarni ko'rib ketmadim, ha? Aslida oldini og'ili bo'ladigan talay ishladimi, faqat shu xatlaringni topshirib olamaganim. Xatning mazmunidan vaqtida xabar topolmaganim uchun men shuncha dishvorchiliklarga uchirdim. Sen shuncha azob oqibatlarni, so'riqchiliklarni tatding. Ikki oilaning yuz qatirishib, yotladek bo'lib ketganlari jo'tixi. Ist. Buning bilan o'tgan umrim. Buning bilan bulg'agan tinim, aqlim, ist qalvaliqim. O'zimga as. Xotin kishining pul uchun tenini satqanini anglagan va ko'rgan bilganlar patmanda bir gaplarni qilib, ularni ayiblaydi. Men ilgari yo'ldan chiqqanlarni, pul uchun noto'g'ri ishlarni qilganlarni, hatto mahallamizdagi shundaqroq gaplari chiqib qolgan cho'kallarni ayiblagan ko'zimga ilmagan. Navbat o'zimga kelganda vijdonimni ityab ketgan ras. Nurjamol sesiq pulini ko'z-ko'z qilib, o'qishing bitkicha mushundaq o'tib turayli. Seni hech nimdan ham qildirmayman. O'qish pulingni to'layman. Debli qo'ysa, uning qo'yniga o'zini atgan mengo. Ammo u chog'larda mundaq rasvoyi olam ishlarning bo'p ketadiganligini, sening shuncha cho'ng badal to'lab ketadiganligingni hech kim bilmagan. Men teximi o'ylab baxmagan. Balkim bu tegi pas xotinning kayinda yurmagan bo'lsam, shu ishlar bo'lmas edi. Boyil yanchug'imga sağan chaqirg'u yana bir qitim sayradi. Go'yo Nurjamol yanchug'imda turib, menga varqirawatgandek, "Nemishqa telefon qaytarmaysan? Yoki yenimga kelmaysan?" deb beshamlik qilayotgandek tuyulib, ichim siqildi. Shu an judunim o'rladi. Chamadonni yerda qo'yib, yanchug'imdagi chaqirg'uni yulib elib, kuchab yiroqlarga atdim. Chaqirg'u oldimda 10 necha metr yiroqqa tushib, necha qonqib sakrab to'xtadi. Men buxadan chiqqandek, ochchig'im besiqqandek bir tuyg'uda chamadonni ko'tarib, o'dil mengiyverdim. Yiqilib bag'anda qarsam, bechora chaqirg'uning ishqarni chuvilib, chechilib, batareyasimi bir yonda turibdi. Uzun yo'lliq bekatga bag'inimda texi tang atmagan edi. Shu yerda chamadonni sovuq tamg'a yo'lab, ondan chamadonga o'zim yo'linib, shu holda mugdab degandek tangni atqosdim. Bekat xizmatchilari ishga tushib, eshik ochilganda tunji bo'lib zalga kirdimda, kuniga faqat bir qaytimla yana kelib tushdan keyin soat 1da mangadigan avtobusning biletidan birini elib etib, nashta qilish uchun bekat sartiga chiqdim. Nashta qilib, sovg'atlik elish uchun bozorga bordim. Sana, onamga, singlimga atab ayrim sovg'atliklarni elib, chamadonga joylashtirib, yo'lda yeydiganga ozroq yemak-ichmaklarni elib, ondan bekatga yenib kirdim. Qator mashinalar ichidan o'zim chiqadigan mashinani izlavassam, uyan-buyan o'tishib turgan kishilar orasidagi Nurjamol bilan Oynigarga ko'zim tushdi. Ular aldirash meni izlayotgandek qiladi. Oynigar yerimi yig'lab turadi. Onasi uning qo'lini tutib olgan bo'lib, semizligidan tiqilib, qizining qadamlariga yetishamay qolgan edi. Ulardan o'zimni qochirib, boshqalarning daldisiga o'tib oldim. Ular o'tib ketgandan keyin to'limi ehtiyotchanlik bilan izlashtirib, o'zim chiqargan mashinani topdim va chamadonimni shofirga topshirib, o'zim mashinaga chiqib, o'rnimni izlab tursam, kaynimdan Oynigar chaqirib qoldi. Menimdan tutun chiqdimi a'timolim, ayanchlik bir tuyg'uda to'lgandim. Noyatimi xolimaslik ichida kaynimga burildim.
qat'iy o'ylab baxmagan edimki, u shu chaqdimi etilib kelganicha meni quchoqlab berib, o'ngrab yig'lab ketdi. Mashinadagilarning hammasi bizga qarab o'tdi. Sirtkilarmi mashina derazasidan bo'yindab ichiga sapsilayotdi. Xo'shlashishimiz musha bo'lgandikin deb uning yig'isini rayiga qo'yib berib, o'zimni uning quchoqlatib turaverdim. Nurjamalmi ishini to'sib turadi bizga qarab. Qarasam, u yig'lab etibdi. Qandoq tushuntirishni, qandoq hal qilishni bilmagan bu ishqa taqdirning jazosi deb ta'bir berishdan o'zga imkonim yo'q edi. To'xtamay yig'layotgan qizni quchog'imdan ajratib, yetilab apirib, onasiga tutqizib qo'ydim va uni ep ketang. Endi men bu yerga tava emas. Qo'ysanglarmi ketaman, qo'ymasanglarmi cho'qim ketaman. O'tinib qolay. Endi bo'lsa aramimda qo'yinglar. Meni izlamanglar. dedim. Gepimni deb bo'lib, kaynimga burilib, mashinaning ichiga ketdim va xohlagan bir o'rinda o'ltirib, yo'lanchukka o'zimni tashlab, ko'zimni yumdim. Pastkilar mashinaga chiqolmay g'o'dirashgan bo'lsa kerak. Ozg'ina tapitani, kayishlardan keyin aynigarning xitildigan, uyut tatgan yig'i ovozi pastlab, bara-bara yo'qab ketdi. Ulardan qutulganimni his qilib, yenik tin oldim. Ketarimda aytgan yarim yilda kelaman degan gapim bo'yicha kun sanab o'tayotgan onam muddatdan burun qaytib kelganimga hayron bo'ldi. Ondan bag'rini daryodek echib kelib, meni quchoqlab peshonamga so'ydi. Sen qizil guldek echilib chiqib, pissingda kulginingcha bo'sog'ida turatding. Sana har qarsam, yuragim bir sirqiraydi gul. Ostoyoq bilan turgan, mangan haltingni ko'rsam, bag'rim pichoq bilan tilgandek og'rib ketadi. O'quvchilik davrimizda maktabga bilib berib kelganlarimizni aslasam, texim asablanadi. Sen aslida to'lim sog'lom, bejirim ham chiroyli qiz eding, Rizvonim. Kiyikdek taxlayding. Qo'zichoqdek o'ynaqlab oldimda qayg'itib qochatding. Ba'zida yugursang, menmi qadamlaringga yetisholmay qolatdim. Sen texi o'sma egasining etizligidan sog'lom bir jup puting bilan yugurib qochgan eding, guli. Qaytib kelgan kuni kechda sana tezdan tayyorlik qilib, to'y xiti og'ilib berishni aytdim. Sen ham xushal bo'lib, ham yosh to'kib turib, menga mushu kunni behmi uzoq kutganligingni, meni aslamagan, o'ylamagan, seg'inmagan birmi kuning bo'lmaganligini, men bilan to'y qilib, bag'rimga bosh qo'ya olasang, butun hayotingdagi barliq orzularingning amalga oshadiganligini, shundoq murodingga yetadiganligini aytdim. Jinim, dilparam. Men uchun ne kadar katta baxt bu. Seni qanchalik suydiganligimni bir bilsang, Malika. Lozimatlik narsalarni taqilib, tartib bo'yicha to'y xeti elish uchun bordik. Munosabatlik tekshirishlarni qilib, ish bajirguvchi xodimlar "At kelinglar" desa, atsi o'gin kelinglar desa, o'gini berib yurib, 2 hafta shu qatorashchiliklar bilan o'tib ketdi. Cho'nglarmo bizning xabarimizni kutgach, to'yning boshqa tayyorlik ishlariga kirishib ketgan edi. Endi texi ishlar joyiga tushdi. To'y kunini bekitsak bo'ladi deb turganda, osmondan tushgandekla eshik tubimizda Oynigar paydo bo'lib qoldi. Yigirma 5-qism. Endi texi ishlar joyiga tushdi. To'y kunini bekitsak bo'ladi deb turganda, osmondan tushgandekla eshik tubimizda Oynigar paydo bo'lib qoldi. Buni tushim desam texi, o'ngim desam yana texi. Uni uyga boshlashni asla xohlamaydim. Talodili haydib etish odam bolasining ishi emas edi. Beshimga tog'dek g'am tushdi. Uni uyga boshlab, onamga tanishtirib qo'yib, Nurjamolga telefon berish uchun akamning velosipedini minib, oldirab yezi markaziga mangdim.
dedi Nurjamal qizining bizning uyda ishkanligini aytishim bilanla dunyoviy xabardan birni anglagandek hayron qolib. Gap oramidan qaraganda menga sal zarda qilayotgandekmi tuyulatdi. Uning bizning mahallada nima qiladiganligini opstirib siz bilmasangiz, men nima bilaman? Opa bo'lgan odam qizining naga berib, nada turganligini, nima ish qilayotganligini bilish kerak-ku. Uning gaplariga nervam o'rlab, faqat o'zimni tutolmay shundoq deb to'ng tegdim. Ha, shu, bugun 5 kun bo'ldi, men o qizni topolmadim. Dedi Nurjamal sal pastgo'yga tushib. İstemagan yerim, so'ramagan odamim qolmadi. Saqchiq ma'lum qilay desam texi, narsalarni yig'ishtirib chamdonga qashlab mengibdi. Xabarni ololmay, ichim titildab turgan mening. Endi mundaq gap. Boshqa ahvol bo'lgan bo'lsa va yoki hech qanday ahvol bo'lmagan bo'lsa, bu qiz bizning uyda bir umr tursimi hech nim bo'lmaydi. Lekin bilasiz, u meni yaxshi ko'rdiganning chidilni qilayotgan. Men bu yanga qaytib keladiganning oldingi kunimi u so'qishib turganlikdan dachidan chiqib ketdim. Endi kaynimdan qo'g'lab ketdi. Og'zini yig'ib jim yursigu bo'g'ini. Unda qilmay qalaymaqan so'zlab qo'ysa, tuqqanlar ara ziddiyat terib qo'yamikin deyman. Men u hargiz unda qilmayman. Sizmi mening qizingiz bilan birga o'tishimni xohlamaysiz. Uning ustiga Rizvon ikkimiz to'y xita og'ilyapmiz. Ertaladi chiqsaq, xat qo'limizga tegamikin. Mushundaq vaqtda bu paydo bo'lib, ishlarni ilishtirib yurmasla bo'ladi. Nemishqikin Nurjamalning uni ichiga tushib ketdi. Bir hazog'icha gap qilmay turganiga ichim pushib, yana dedim. Qanday qilamiz? Bu qizning yanada telefon yo'q. Dadam uyga telefon qo'ydirg'ili unamagan. Siz bir amal qilib aloqalashib, uni qaytirib akatsangiz bo'ladi. Ma'qul. Men ertaga yo'lga chiqay. Nega? Sizlarning yurtga. Endi siz nima qilib kelasiz bu yerga? Boya qizingni olib ket demedingmi? O'zim bormasam uni qanday olib kelaman? Ochchig'im aqlimni kesgan gap. U rost deydi. Bu qizni saranglik qilishdan faqat onasila to'sib qola oladi. Nurjamal ertali yo'lga chiqib, bu yonga keladigan bo'ldi. Hozirgi uzun yo'lliq mashinalar atdiganda mangsa, kechda boradigan, keladigan yeriga tushib bo'ladi ekan. Lekin u chaqlarda qatnash hozirgidek taraqqiy qilmagan, yo'llarmi hozirgidek yaxshi bo'lmag'achqa, uda 4-5 kun avtobusda o'ltirib, udul kelsa yo'l bo'ylaridagi o'tanglarda qo'nib, udul kelmasa shoför avtobusni nada to'xtatsa, shu yerda tunab, o'ltirgan o'rindiqning yo'lanchigiga chaplashib, tongni behmut tasda atqizib, atsi yana shu taqrang avtobusda yo'lni davomlashtiradi. Manzilga bag'icha avtobusning ichi tar, sesiq paypoq, tamaka va allaqandoq puroqlar bilan to'shib, nafas qistab o'lib qolg'ili ozliq qolatdik. Nurjamal yo'lga chiqadigan bo'lgandikin deb xotirjam bo'lib qaytib keldim, hamda amalba oynigar bilan yolg'iz qolmaslik, buning ha deb sizni yaxshi ko'raman, menga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi deb ko'zimga kirib kelishidan saqlanish uchun yurish-turish, ish harakatim va har qadamimda alohida diqqat qiladigan bo'lib oldim. Ahvolning ozroqini onamga aytib, Nurjamal kelib bu qizni qaytirib ketkicha, ochchig'ini keltirib, chechildirib qo'ymay, bek voy deb xo'rikini o'stirib qo'ymay, erkiligiga sal-pal chaq qo'yib, mushu peti silig'ida baqqash turishini, aldab shilab, mushu 4-5 kunni o'tkazib olishimga yordam qilishini o'tindim. Men qechib bo'lamagan seri bu qiz fursat tepib, mening yenimga kelib olishdan qo'ydi edi. Bu onasidek vaqti kelganda eg'ir besiq bo'lishni, deydigan gapni deb, demaydigan gapda o'zini tutib olishni bilmaydi. Hamma ishni 19 yoshlik ahli bilan tushunib, 19 yoshlik ahli bilan bir taraf qilishga aldiraydi. Oqibatni o'ylamaydi. Boshqalarni texmi o'ylamaydi. Shunga qandig'ini qandaq qilsam maylidiki, onasi kelib buning tizginini tatqicha jemmida vaqt o'tkazishni muvofiq ko'rib qolgan edi. Odatda uyda bo'ladigan chaqlarimda sening yeningga chiqib olishni yaxshi ko'ratdim. Sen bilan mungdishish behli rohat, behli huzur edi men uchun.
Bo'libmi, hozir Aynigardan o'zimni qochirib yuradigan bo'lishqa, texmi ko'p vaqtlarim sening yoningda o'tib o'tadi. Shundaq kunlarning birida paranglashib o'ltirsak, Aynigar tuyuqsiz kirib keldi. Mening bu yerdaligimni nadan bilganiga bo'lgan hayronligimni qo'yib turib, ishikma chekmay, samonliqdan mo'zay chiqqandek kirib kelgani, texi chiroydan muz yog'dirib, ishik tubida menga mixtaq qadalib turib ketishlari boshqacha edi. Sen Hasit ayqinga tayinib, tasta o'rningdan turib, uni uyga taklif qilding. Biroq u mening ko'z oldimda menga ko'z tutib turib, seni ko'zga ilmadi. Sana boshdan oyoq tafsiliy qarab chiqdi. Ondan sat birni oliyotgandan keyin onamning meni izlab ketganligini, tezdan chiqishim lozimligini aytdi. Qip-qizil yolg'on gap bu. Yeningga kirashimda onamga deb qo'ygan tursam, sening yeningdagi vaqtda onam azaldan har qancha muhim ishi bo'lsa-mu, meni chaqirib olmaydigan tursa, yana kelib chaqirishga tegishlik bo'lsa-mu, uydagi jiyanimni yoki singlimni kirgizmay, odam chiqmagandek uni kirgizibmi yuramdi. Qasdan qilayotgan ish yomonligiga achchig'im keldi. Uniga chiroyim oshmay, siz chiqashtiring, men kayningizdan chiqaman deb joyimda o'ltiraverdim. Uning kelganligini, sen amroq Nurjamol ochangning qizi ekanligini bilatding. Biroq meni yaxshi ko'radiganligini, sendan qizg'anadiganligini, sendan talashqusi, tatuvag'usi borligini, shu tufayli seni yoqtirmaydiganligini, sana izchil o'chmanlik nazar bilan qarab kelganligini bilmaydi. O'z uyingda turib, uning so'g'uq muomalasidan qo'rinding. Chiroyingdagi tabassum o'chib, o'ng'aysizlik va xijolatdan siqilding. Kulib turadigan yuzlaring to'van baqdi. Seni hech kimga bo'zaq qildirg'im yo'q edi, gulim. Levingni tishlab yerga kirib ketgidek bo'g'iningda uningga saproyim o'rladi. O'zini bilmay, cho'ngchilik qilayotgan erkin aynoq qizga qotirib birini olaydim va o'rnimdan turib seni yenimga o'ltirg'izib, sal turib chiqaman degandan chiqqashtiring siz deb yana yeningda o'ltirdim. U muomalamdan jili bo'ldi. G'udongshib, jaldiqini chalgan peti ochiqlab chiqib ketdi. O'zining nada turayotganligini unutib qolgan, izo tortish, so'ringa, odamga qarab ish ko'rishni bilmaydigan bu qiz behlib beshimda qatiradi. U chiqib ketgandan keyin seni bazlashga shuncha uringan bo'lsam-mu, zodili ichilamadim. Ko'nglimni ayab, zo'rg'a kulib qo'yganing menga ayon. Ammo ko'nglingning tinchligini Aynigar o'zi bilan billa ep chiqib ketgan edi. Sening yaningdan chiqqandan keyin-mu Aynigarning uxlab bo'lishini kutib, yerim kechagacha uyga kirmay, sirtda lag'aylab yurib, butun mahalladagilarning chiroqlari o'chibmi, xeyli vaqt o'tganda shap chiqamay, putimning uchida dassab, g'ippida hujramga kirib yetib oldim. Kecha bir mahalda yotgan bo'g'ishqa, ertasi osh vaqtigacha uxlab qoldim. Odatda Zörürningmi bek zörür bo'lmasa uxlayotgan chig'imda uydagilardan hech kim meni uyg'otmaydi. Toki o'zim uyg'onib, o'rnimdan turmag'icha hech qanday odam uyqumni buzishni xohlamaydi. Lekin shu kuni osh vaqti bo'lganda, hujramning ishiga qo'polli echilib, biraylan to'limi cho'ng shapi bilan kirib keldi. Ondan haqqa bodek beshimdili qo'ygan chaponni ilib, uyning bir bo'longiga otdi va chapanning o'rnida o'zi o'ltirdi. Ko'zim yumuqliq bo'lsa-mu, uyg'onib bo'lganligim uchun bularni sezib turdim. Biroq ko'zimni ochib, uningga qaramay uxlayotganda yetiverdim. Uning bilan tang uyga kirgan atir hididan kirguchining Aynigar ekanligini allaqachon bilib bo'lgan edim. U beshimda tinsiz birdam o'ltirdi. Bir kimda mening yetaverishimdan ich pushti bo'lg'ay, eli chechimni yulib, eli burnimni chimdab, eli qo'limni tutib, qadinas erga erkilganda qiliq qig'ili turdi. Bu o'zini so'ramasa, mushunda qiliqsizlik qilayotganida onam yoki boshqalar kirib qolsa qanday bo'ladi? At deganda saproyim o'rlab, uning qo'lini silkib o'rnimdan turdim. Nim bo'ldingiz odamni uxlatmay
Xalqning hujrasiga ishimi chekmay, qalaymaqan kiraveradigan gap mana shundoq. Kim deydi sizni haq deb? Dedi u qaytiga olmay, qilillarcha kulib. Haq emassiz. Sizni yaxshi ko'raman deb tursam. Bu gapingizni bu uyda demang. Sap turadi. Nemisi sap turadi? Onangizga dedim men. Sap turg'ida xiri qolmadi endi. Onamga nima dedingiz? Men jiddilashib o'ri bo'lib o'ltirib, balaligingizni qilib qalaymaqan so'zlab yurdingizmi? Tuzuk gap qiling a. Nima u balaligingizni qilib degan? Yaxshi ko'rgankanman, deyish huquqim bordi. Oynigarning yo'lsizligi kallamdan o'tmaydi. Dastlab tanishganda xeyli tuzuq qiz boladek edi bo'lmasa, bir ishlarni paranglashib tushunishga bo'ladi. Odamning ko'nglini tushunadi. Ra'yi yo'q ishga zo'rlamaydi. Bir ishni bek zig'irlab, zoda qilaman deb turib olmaydi. Lekin menga kelganda nervisining tomiri tutmaydiganlar bo'lib qoldi. Qara, bu necha kunda meni bahli yurak oldi qilib etdingiz. O'zimning uyda yo bir erkin ozoda turolmadim. Mushaqda paranglashib qolmayli deb sizdan qancha yiroq turganimni tushunmaydigan yadimi emassiz. Unda qilmay, menga bir erkinlik bering bo'lamdi. Bu siz turadigan yer emas. Mundaq sahroda turib bo'lolmaysiz. Ham bizning uydagilarmi sizdek e'tiborli xonimni kutib bo'lolmaydi. Ishning to'g'risi, Urumchiga qaytib ketib, apangiz bilan esil zodalarcha turmushingizni davomlashtirsangiz yaxshi bo'ladi. Kim dedi sizga meni bu yerda turib bo'lolmaydi deb? Rizvonmi? Uning tamdan tarisha tushgandek qo'pol gapiga behla achchig'im keldi. Acha deb atang. U sizdan cho'ng. Dedim menmi yuz xotir qilmay. Nima deb chaqirish o'zimning erkinligi. Uni mening opam tug'magan. Shungacha acha demasam bo'laveradi. Hozirgi masala, u qiz meni sizga bu yerda turib bo'lolmaydi dedim-a? U demidi. Bu gapni o'zim dedim. Lekin baya men uning bilan paranglashsam, ikkimizning o'tirisiga qistirilibman. Bizning muhabbatimiz yillarning orliq yiroqligining sinoqlaridan o'tib bo'lgan. Endi bizni ayirib bo'lolmaysiz. Yaxshisi niyatingizdan yening. İlyas hargiz sizni olmaydi davatgan. Siz uning bilan paranglashdingizmi? Ha, paranglashdim. Nima deyishdinglar? Oynigarning gaplaridan aql qushim tenimdan ushqandek bo'lib, beshim parrida qaydi. Uning yolg'on aytayotganligi yoki haqiqatan mushundaq gaplarni qilganligini bilmayla qolgan edi. Nimishqa? Zodi nimada? Men kelgili necha kun bo'ldi. Obdanroq bir paranglashaman desam, hech menga yaqin yo'lamadingiz. Tunogin oqshom bir fursat chiqar desam, yana shu hujrangizga solinmabsiz. Xeyri saqlab baqsam chiqay demedingiz. Shunga apangizni bahona qilib chaqirib chiqay degan. Meni qo'g'ilib etib yana qoldingiz shu yerda. Kechidan uyga kirmay tong atqanda kirib uxlabsiz a? Tong atqanda qarsam hujrangizda bada qilmagansiz bo'lmasa. Yotgan yeridan uyg'otib kiray deb chiqqan shu. Siz Ha? Men chiqsam siz yo'q. So'rasam buncha atganda o'zining uyda bo'lmay nemish qiladi bu yerda deb qatirib turadi. Achchig'i xeli bakana u xinimingizning. Hey, yotbash odam turib, men bilan eriqning nemichilik tuqqandarchiligingiz yo'q turib, har qancha bo'lsa-mo tong atar atmasda xalqning uyiga chiqib so'rashtirib yuramsiz meni? Kim berdi sizga undaq huquqni? Onam dadam surishtirmasa, tuqqanlarim izlamasa, sizga bu oldi pashlikni kim qo'ydi zodi? O'zimni tuymayla ochiqdan g'al-g'al titrab o'rnimdan dast turib ketibdim. U bo'lsa xiyolida yo'q, o'zining gapini qilaverdi. Men bilan tuqqandochiligingiz hozir bo'lmasa, hamma bir kuni bor bo'ladi. Oldi bashlik qilsammi sizni yaxshi ko'rgashki qildim. Ko'nglimni tushunmayapamsiz? Sizni baxtsiz bo'lib qolmasa deyman. Har qancha men bilan to'y qilmagan taqdirdami, undaq bir majruh qiz bilan to'y qilishingizni faqat xohlamayman. Kiyinishni bilmaydigan matulug'ini demayli qo'yay. Odam sati emas, kiyim sati degan gap bor. Kiyinishni bilsa o'zgardi odam degan. Lekin uning ikki dona ostoyoq taynib nayt biyoram yangishlarini o'ylasamla, to'g'i atlarim o'rlaydi meni. Nemasiga shuncha oshiq bo'lib, mushchaqchi kaynidan so'qildig'ingizga aqlim hayron. Haddingizdan oshmang. Dedim, qo'limni shiltib. Uni urib etgudak bo'lib. Ha?
qanda qadimdan oshdi deganlarim rostku majruh emasmidi u dedi u keyniga dojig'ash ikki qo'lini sal kerib mo'risini qisib qo'yib. Hey, u majruh bo'lsa kiyinishni bilsa bilmasa sizning nima koringiz? Ha? Zoda nima koringiz? Berib qo'ying. Eli u hastaya qitayinib bo'lsa mangalaydi. O'zining hojatidan chiqalaydi. Faqatla manganmaydigan bütün palash bo'lsa hayotining oxirigacha o'rnidan turolmaydigan chaqliq o'rindiqda o'ltiradigan bo'lib qolsa men uni bir umr so'yaman.